Qo'y burji 21-martdan 20-aprelgacha tug'ilgan odamlar Qo'y burjiga tegishli hisoblanadi. Albatta faqat bulargina emas, bulardan-da ko'proq tegishli bo'lgan, ya'ni ascendenti va oyi Qo'yda bo'lganlar uchun ham bu burj tegishlidir. Albatta aytib o'taman, bu ma'lumotlar oyi Qo'yda bo'lganlar uchun 90% gacha va oyi, ya'ni ushbu burji ascendentda bo'lganlar uchun esa 100% to'g'ri keladi. Va albatta quyoshga qarab belgilanuvchi 21-martdan 20-aprelgacha tug'ilganlarda esa 80% atrofida mos keladi. Shunday qilib, Qo'y olov unsurli, vay juda ham qiziqqondir. Qo'y astrologiyada birinchi burj bo'lib, u bahor faslining boshlanishi bilan bog'liqdir. Ushbu burj Mars sayyorasi tomonidan boshqariladi. Bu unga kuch, jasorat, energetika va faoliyatni beradi. Harakat xususiyatlari: jasoratli va faol. Qo'y burji vakillari qat'iyatli, jasoratli, yangi maqsadlarni qo'lga kiritishga intiluvchi shaxslar. Ular har doim oldinga qarab harakat qiladilar. Bevosita va ochiq. Ular o'z fikrlarini aniq va ochiq ifoda etadi. Nima deyotganini yashirmaydi. Kamchiliklari ham bor albatta. Juda ham qaysarligi. Ular sabrsiz va tez jahlga tushadigan odamlardir. Shu sababli ba'zan rashk, to'polon yoki notinchlik yuzaga kelishi ko'p bo'ladi. Ammo liderlik xususiyatlari yuqoridir. Jamoani boshqarish va qiyinchiliklarni yengib o'tishda ularning qobiliyati yuqoridir. Bu innovatsion ruh. Qo'ylar har doim yangi imkoniyatlar izlaydi. O'zgarishga ochiq va tez moslashishga qodirdirlar. Kuchli tomonlari faoliyatga tez kirishishi, motivatsiyasi yuqoridir. Qiyin vaziyatlarda qaror qabul qilishga qat'iyatlidirlar. Mustaqil va o'z-o'zini boshqarish qobiliyati yuqoridir. Yangiliklarga ochiq, ijodkorlik xarakterli. O'z yo'lida qat'iy harakat qiladi. O'z maqsadlariga albatta erishadi. Zaif tomonlari ham bor albatta. Tez ranjib qolishadi va g'azabga berilib ketishadi. O'ylamasdan harakat qilishlari borligi tufayli xatoga yo'l qo'yishi boshqalarga nisbatan anchaga ko'pdir. Ba'zida sabr, toqat yetishmasligi va diktatorlik tomonlari ham bor. Haddan tashqari shaxsiy manfaatlarini ko'zlash holatlari yuzaga keladi. Vedik astrologiyadagi holat bo'yicha Qo'y burjini Mars sayyorasi boshqarishi haqida aytib o'tdim. Mars esa jangovordir, faol va energiya bilan to'la sayyora hisoblanadi. Bu uning shaxsiyatiga jasorat, kurash va motivatsiyaga olib keladi. Qo'y burji inson xaritasi, ya'ni kosmik natal kartasidagi birinchi uyni ifodalaydi. Bu shaxsiy identifikatsiya va boshlang'ich energiya manbai hisoblanadi. Ushbu burjda tug'ilganlar hayotlarida mustaqillik, o'zini anglash va harakat erkinligiga yuqori ahamiyat beradi. Qo'ylar samimiydirlar. Ikkiyuzlamachilik ular uchun yot begonadir. Shuningdek, ular o'zlarini hech qachon aybdor deb his ham qilishmaydi, tan ham olishmaydi. Vijdon umuman qiynalmaydi bu masalada. Ularda qo'rquv hissi ham yo'qdir. Ular har qanday xatar yuziga tik qarab, maydonga mardlarcha chiquvchilardir. Risk, ya'ni tavakkalga ish qiladilar. Har qanday chaqiruvni jasurlik bilan qabul qilishadi. Noaniqliklardan ham qo'rqishmaydi. Ularda bu masalada ham muammo yo'qdir. Lekin o'z avanturasiga ko'ra boshqalarni siquvda ushlashlari uchraydi. Xuddi olov kabi u issiqlik va ko'p foyda beradi. Ammo u shu bilan birgalikda kuydirib, kul qilishi ham mumkindir. Buntar holatlari, ya'ni buntar qo'ylar har qanday ishdan foydasini albatta olib chiqadi. U to'g'ri so'z va shu bilan birgalikda qo'poldir. Ya'ni kimnidir ko'nglini og'rishi ularni aslo bezovta qilmaydi va juda qo'pol tarzda gapirib tashlashlari mumkindir. Agar qandaydir kichik holatda bo'lsa ham ularga biron harakatingiz yoqmasa, ular albatta bu haqida sizga aytadilar. Ular bahslashishga birinchi o'rindadirlar. G'iybat bobida ham kamnamo emaslar albatta. Ammo samimiy emasligingizni bilishsa, albatta aloqani siz bilan uzadilar. Qo'y do'stlashishi uchun unga juda uzoq vaqt kerak. Birdan do'st bo'la olmaydi, ammo do'st bo'lsa sadoqatini ushlaydi. U ham yaxshi do'stdir aslida. Agar chegarasini buzmasangiz, u ham me'yorini ushlaydi. Ammo ularga nisbatan o'zlari xato deb bilgan harakatni ularga nisbatan, ya'ni o'zlariga nisbatan ko'rishsa, albatta bunga nisbatan javob qaytaradilar. Ya'ni jahl ham tez, ham ko'p, ham javob qaytaruvchidir. Uni xafa qilmang, konflikt ham bo'lmaydi. Ular yaxshi optimistdirlar. Aslo xayollari o'tmishda qolib ketmaydi. Shu sabab atrofdagilarni ham oldinga qarab qadam tashlashga olg'a chorlashadi. Ular mehribon va juda ham saxiydirlar. Sovg'alar qilishni ham yaxshi ko'rishadi, kompliment qilishni ham. Bu burj ostida tug'ilgan inson bilan vaqt o'tkazganingizda zerikmaysiz. Qo'y burjida tug'ilgan insonlar yaxshilar orasidan biridir. Bu 12 belgining birisi ekanligidan va aynan birinchisi ekanligini o'zidan ham ma'lumdir. Va bu ularning bu yo'lida eng katta ijod yotadi. Ular kreativ va analitik qobiliyatlari bor.
Ular har qanday sohada produktiv bo'lishlari mumkindir. Ular mas'uliyatlidir, o'z mas'uliyat va majburiyatlarini yaxshi bilishadi va boshqasiga o'z yukini orttirib qo'yishmaydi. Qadim zamonlarning afsonalariga ko'ra, bir oltin jinli qo'y bo'lgan va u bu jahonga kelgan ikki bolani yovuzlikdan qutqarish uchun paydo bo'lgan. Bu bolalar Frings va Gella edi. Ularning ota-onasi Afamant va Nefela, yovuz o'gay ona. Ularni yo'q qilmoqchi bo'lganda, oltin jinli qo'y ularga yordamga keldi. Ularni o'z orqasiga ortib olib, uzoq va xavfli sayohatga chiqadi va ularni xavfsiz yurtga, ko'l hidiga olib boradi. Qo'yning oltin junlari afsonaga ko'ra nafaqat bolalarni saqlab qolar ekan, balki olib borgan yurtiga baxt va boylik olib kelar ekan. Bu qo'y Zevsga qurbon qilinsa-da, uning oltin junlari qadrli buyumga aylangan va muqaddas joyga qo'yilgandir. Shu voqea tufayli qo'y osmonda birinchi yulduz belgisi sifatida o'z o'rnini topgan. U bahorning boshlanishi va yangi hayotning timsoli bo'lib, insonlarga kuch, jasorat va yangi boshlanishlarni eslatadi. Qo'y yulduzlari osmonda kuchli, qo'zg'aluvchan va qo'rqinchli ramzni ham belgilaydi. Bu qisqa mif psixologiya va kosmik ramzlarining tarixiga yangi ma'no beradi. Shuningdek, qo'yning qanday qilib kosmosda yetakchi o'rinlardan birini egallaganini tushuntiradi. Ana shunday aziz Qaysar, qo'y do'stlarim, Qaysar bo'lsangiz ham o'rningiz o'zgachadir. Sizga hurmat, ishoning bo'lakchadir. Yana g'oyibona ko'rishguncha do'stlar.